Qodir Rahimov degan birodarimiz savol deyapti. Ustoz, hizbiylarni Sodiq Samarqandiy nima uchun adashgan deydi? O'zidan o'zi tuhmat qilmasa kerak. Axir Alloh roziligini istab tolibi ilmlikni tanlamaganlarmi? Misrlik bola bilan tortishuvni eshitdim. Bu meni gapim emas, ulamolarning gapi dedi. Qaysi ulamo hizbni adashgan ekanligini isbotlagan ekan. Shu haqda aytsangiz, Alloh barcha musulmonlarga ikki dunyo saodatini bersin. O'sha gapni to'g'ri noto'g'riligini ajratishlik uchun odamda farosat kerak xolos. Ya'ni gap to'g'ri noto'g'ri bo'lishi har xil bo'ladi. Masalan, meni gapim emas degan bo'lsa, demak bo'ldi. Odamning gapi emas. Ya'ni bu odam bu gapni aytishga haqli emas ekan. Kim haqli ekan desa, ustozlarimning gapi. Endi ikkinchi masala qoladi. Ustozlarining haqqi bormi? Bitta bir katta bir jamoatni ustidan hukm chiqargan. Kim ustozlar? Endi nomi kim bo'lganda hamda haqqi bo'ladimi shariatda? Endi bu meni gapim emas, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gaplari desa, misol, indamaymiz, qo'lni ko'taramiz. Bo'ldi deymiz. Rasululloh aytgan bo'lsa, bo'ynimiz qildan ingichka. Nima degan bo'lsalar, bo'ldi, shuni olamiz. Bizga bir tiyin, u zotning gapini yonida deymiz-a. Yo, bu meni gapim emas, bu Alloh subhanahu va taoloning gapi desa, aytib bilon men demaymiz. Endi bu meni gapim emas, mendan soqol uzunroq odam gapi, u ustozim bo'ladi desa, nima qizig'i bor uni? Nimasi uzunligini? Ustozlar bilan yechilmaydi-da. O'sha kuni aytayotgan ustozlardan bittasi Misrdagi o'sha muhaddis bo'lgan, o'sha miniyalik odamni aytdi. Men bu odam bilan borib o'zim uchrashganman. Bu odam bilan o'sha Miniya tarafda yashaydigan hizbiy birodarlar ham o'tirib gaplashgan. Bu odam juda ham chiroyli hurmat ko'rsatgan. Hatto o'sha yerda vallohu alam qaysi kitobida hozir kichkina hizb broshurasini Manhaji Hizbut Tahriri fit Tag'yir degan kitobini berib, bu kitoblar ijtihod, bu boshimiz ustiga bunaqa kitoblarni deb turib, haligilarning yonida Shayx Taqiddin Nalxoniyning ijtihodlari haqida shunaqa go'zal gaplarda aytgan. Endi o'sha kuni nomini aytgan ustozlaridan bittasi. Endi qaysi yana nomini aytmagan ustozlarni bilmayman. Nomini aytgan ustozlari bunaqangi hizbning mushtahidlarini mushtahid va ijtihod qilgan deb tan oladi va u kitoblarda musulmonlar boshiga ko'taradigan sahih kitoblar deb qaraydi. Musulmonlarga hurmati baland. Hizbiylar mahali umuman ko'rishma, u bilan manaqa deb dushmanlik muomala qilmaydi shu ustozi. Bir chiroyli muomala qiladigan odam. Menga ham bir ikkita kitob sovg'a qilgan. Qur'on bilan bitta Riyozis Solihinni o'zini tadqiqotidan o'tgan Riyozis Solihinni o'zining imzosi bilan ekan, Alloh uchun deb hadya qilgan. Shunaqa bir mo'min odam. Hizbiylarga ola qarash qilmaydi. Hatto o'sha yerda bir ikkita fitnachilar hizbiy bolalarni Qur'on o'qiyotgan bolalarni o'sha yerdan haydashgan ekan, shu bolalarga juda qattiq g'azab qilgan. Allohdan qo'rqishmaydimi deb. Ya'ni shunaqa mo'minlarga bo'lib ham xosatan hizbiy musulmonlarga juda hurmati baland odamda. Endi bu odam bilan u ustozining gapini solishtirib ko'rsangiz, to'g'ri kelmaydi. Endi ustozlarimiz deganiga aytyapman, lekin o'sha ustozlarining gapi ham gapda bitta insonning gapi. Men ustozlarni o'sha gapini vahiy deb bilmayman. Endi yaxshi odamlar, lekin aytayotgan gapi bandacha gap. To'g'risi olinadi, noto'g'risi tashlanadi. Endi haqni nima qilib ustozi aytgan bilan yechilmaydi. Haq uni ustozlaridan ko'ra ulug'roq bo'lgan. Ustozlari o'qigan o'sha Ashari Sharifda o'sha Taqiddin Nalxoniyda o'sha mushtahidlarning eng sara mushtahidlarning qatorida nomlari zikr qilingan o'sha rasmlarini mushtahidlar hammasini qo'yib qo'yganda kimligini yozib. Shunda o'zini zamonini mufakkir mushtahid bo'lgan olimi deb bu odamga hurmatini o'ziga joyiga qo'ygan. Endi bular hurmat qilmasa ham ustozlari hurmat qiladigan mushtahidlar. Endi mushtahid odamning gapi bilan bir ko'chadagi bitta domlani gapini qiyoslab turib, endi bu tolib ilm shunaqa deyapti deb hukm chiqarilmaydi. Tepada aytdim-ku. Hukm chiqarish uchun nima qiladi desa, o'sha kitobdan olib turib shar'iy bitta narsasini aytadi. Lekin Sodiq akaning bitta gapi, ustozlari ham aytmagan gapi. Endi ustozlarining gaplarini keltirganmiz endi. Muhammad Sodiq ustozining gaplari o'sha asr xiyonatida ko'rgan o'sha kitobchadagi gaplar. Lekin hech kim aytmagan bitta gapni Sodiqjon o'zi aytgan. U hali boshqa tuhmatlardan o'zgacha bo'lgan tuhmat. Ya'ni u tuhmatni Sodiqjondan boshqa hech qaysi domla ham, imom ham, johil ham, mulla ham hech kim qilmagan. Bitta Sodiqjonning o'ziga xos tuhmati bor. Qanaqa desa, al-g'oya tubarrirul vasila degan qoidani ishlatadi ular.
bu yana takror aytaman, ularni haqqiga tuhmat emas bu. O'zlarini masodirlaridan, o'zlarini kitoblaridan o'qib men bu narsalarni ko'rdim. Ya'ni g'oya vasilani halol qilib beradi degani. Ular g'oya vositani oqlaydi degan gapni aytgan. Ramazonning kunida shu odamni bo'ynidan shu ishni soqit qilib qo'ydilar. Hech kim qilmaydi. Boshqa qilganlarni mayli, o'sha ustozlar aytgan gapni isbotlab bo'lganmiz. Endi unga yana qayta to'xtalish kerak yo'q. Lekin ustozlari aytmagan, hatto boshqa musulmonlar, hatto dushman ham aytmagan bitta gap bor. Ya'ni bular g'oya vositani oqlaydi deydi. deb turib buni sharhlayapti. Kerak bo'lsa xotinlarni yechintirib olib chiqib qo'yaradi, xohlasa parlamentga ham olib kelib qo'yaradi, xohlasa shunaqa bir ish bitirish kerak bo'lsa, shu harom ishni qilib ham ishni bitirib qo'yaveradi. Nima desa g'oya vositani oqlaydi, g'oyaga yetish uchun nima qilsa bo'laveradi deydi bular degan tuhmatni shu paytgacha, ya'ni Hizbut Tahrir 70 yildan beri faoliyat qilyapsa, birorta musulmon aytmagan, hatto birorta kofir ham aytmagan. Bu o'zlarini masodirlaridan, o'zlarini kitoblaridan o'qib men bu narsalarni ko'rdim. Ya'ni g'oya vasilani halol qilib beradi degani. Nima degani bu? Masalan, maqsadingiz to'g'ri bo'lsa, maqsadga olib borayotgan narsa shar'iy bo'lish shart emas deydi. Masalan, maqsad xilofatni qurishmi? Xilofatni qurishlik uchun har qanday yo'lda tutsa bo'laveradi. Ayol kishi hijobsiz bir joyga kirish kerakmi? Hijobsiz kirib ketaversin. Parlamentlarga kirish kerakmi? Kirsin o'sha yerga. G'oya vositani oqlaydi deb nimaga aytmagan desa, birammas 3 ta kitobida aynan shu mavzuga to'xtaladi-da, g'oya vositani oqlamaydi deb turib, alohida o'sha islom nizomida, shu orqasida islomiy davlat bo'lgandan keyin qiladigan konstitutsiyasi, ya'ni dasturini loyihasini belgilagan. Shu yerda yozgan. Ayni shu narsa islom davlati degan Taqiyuddin Naffoniyda kitobida ham bor. Alohida Dustur muqaddimasi degan kitobda ham mana shu gap bor. Ya'ni bu ochiq gap. Ya'ni bu odam ochiq gapga ochiq tuhmat qilyapti. G'oya vositani oqlamaydi degan gapni teskarisini g'oya vositani oqlaydi deydi bular deb turib, debla qo'ysa gapdan adashib ketdi. G'oya vositani oqlamaydi demoqchi edi deyishingiz ham mumkin. Unaqa deyman desangiz bu sharhlayapti. Mana begona ayolni o'pish mumkin degan narsa, parlamentlarga ishtirok etishlik, o'sha yerlarda o'tirishligi va hokazo mana shunaqangi juda katta bir fiqhiy xatolari va kerak bo'lsa xotinini yechintirib, kerak bo'lsa manaqa qilib deb turib, haligi harom ishlarga g'oyani ko'zlab harom ishni qilib boraveradi deyapti. Bu yomon tuhmat, to'g'rimi? Endi sizga birov shuna desa ham tuhmat deysiz. Siz bir ishingizni bitirish uchun xotiningizni yechintirib olib chiqasiz desa, oddiy bir ko'chada yurgan bir chalaroq johil bo'lgan odam ham shapalog'ini tortib yuboradi-da, "Ey, tuhmatchi nima deyapsan? Meni xotinimni shunaqa qilamanmi?" deydi. Endi bu gapni yolg'onligini butun ummat biladi-da, chunki Hizbut Tahrirning yigitlari 20 yil o'tirib bir og'iz o'sha yolg'ondan kechirim so'rab qo'y desa, kechirim so'ramagan odamlarda bir og'iz. Bular agar g'oya vositani oqlaydi desa, shu birinchi kunida hamma yo'ldan voz kechdim, hammasi yolg'on, bular terrorist deb turib, ertasiga chiqib ketar edi. Agar Sodiqjonning gapi to'g'ri bo'lganda, g'oya vositani oqlaydi degan rostdan shunaqa narsasi bo'lsa-da, endi unaqa narsasi yo'qligi kitobida ochiq g'oya vositani oqlamaydi, harom qilinmaydi. G'oyaga yetaman deb turib, faqat shar'iy ish qilinadi. Harom ish bilan g'oyaga yetilmaydi deb uni ta'kidlab sharhlab ham qo'yganda, bu odam qasddan bilib shu tuhmatni qilgan. Ya'ni qasddan qilgan deganim sharhlayapti-da, ya'ni yo'q gap. Orqasidan aytayapti, men buni tuhmat qilmayapman, o'z mastarlaridan o'qidim deyapti. Birorta mastarda mayli o'sha haligi shogirdiga o'xshab 70-yilgi bir surat deb turib, ajibiy narsani mana deb dalil qilib ko'rsatdi-ya, itam o'qimaydigan bir narsani ko'rsatib, qaydan olding desa, 70-yil bittasi kitobni suratga olgan ekan deb. Mayli, o'shanaqa surat ko'rsatsa ham mayli. G'oya vositani oqlaydi degan gapni top bermasa, qiyomat kunida juda ko'pchilik bu odamga da'vo qiladi. Bu odamni shu gapini aytinglar. Nimaga bu odam shu gapiga tavba qilmayapti desa, bundan Alloh alam 3-4 oy oldin Abu Halil Turkiyada uchrashib qolgan ekan. Kafeda uchrashib qoldik, o'tirib turib mana shu narsalarni so'radim. Bir kechirim so'raysizmi, tuhmat qilib qo'ygan desa, kechirim so'ramayman, men hali ham o'sha fikrimda turibman deb turib, ya'ni mana shu gapini qayta tasdiqlagan. Sababli aytayapman, bu odam tavba qilgan yo'q. Ikkinchisi, bu odam yo g'irt johilligi bilan Xudodan qo'rqmasdan shu gapni aytgan, yo bo'lmasam kimdir majburlab ayttirgan. Chunki bugungi kunda Turkiya hukumatı ashaddiy bir islomiy harakatlarga qarshi kurashadi. Bir qancha islomiy harakatlarda rahbarlarini qamagan, yaqinda ham hizbiy bolalarning ustidan 4tasini ustidan
hukm chiqardi. Bundan bir qancha avval bir qancha bolalar ustidan hukm chiqargan edi. Ya'ni shunaqangi qamoq jazosi, quvg'in deyotgan narsalari tog'utlarni eskitdan qilib kelayotgan hunari. Shu tog'utlar majburlagan bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa narsalar chiqib yomonlaysan, bemalol ish qilasan. Yomonlamasang seni ham shularga qo'shilib qamayman degan tahdid bo'lishi mumkin. Chunki bitta odam qasddan yolg'on gapirish qiyin emas-da. Bilmay gapirib yuborishligi mumkin. Ertasi ishga birodarlar, men bilmay aytib yoribman, o'zi bunaqa gap yo'q ekan. Mendan oldingi tuhmat qilgan birorta shayximiz bu gapni aytmagan ekan. Mendan keyingilarni ham birortasi bu gapni aytmayapti. Bu sohada bitta men yolg'izman. Ya'ni original tuhmat, bunaqa tuhmat o'tmishda ham, hozirda ham yo'q. Shu gap bilmasdan aytibman. Kechiringlar, bandaman desa haqqi bor edi. Lekin mutakabbir odam bandaligini ham tan olmayapti, tuhmatini ham tan olmayapti. Mana shu tuhmati juda og'ir tuhmat. Oxiratini kuydirib yuboradigan darajada tuhmat. Mayli kunda 7 marta chiqib da'vat qilsin, lekin bitta odamga qasddan tuhmat qilsa, shuga birorta kitobda yo'q, hatto surati ham yo'q. Narigi gapni yolg'onligini isbotlay olmay bitta surat ko'tarib kelishdi. Shunaqa gapi bor edi hizbda dedi. Qani desak topolmadi bitta ham kitobidan. Ya'ni Yusuf Davron degani bitta surat ko'tarib kelibdi. O desa bu 70-yil birov suratga olgan. Shu dalilmi shu? Qaysi kitobidan desa kitobini ham bilmayapti. Davsiyami degan bir kitobi deyapti. U aytgan Davsiya degan kitobini olsak, uning ichida unaqa yo'q ekan. Eskisini olsak, eskisida ham yo'q ekan. Lekin mayli, endi o'zini o'zi ko'nglini xursand qilib yurgandir. Shu ustozim shu bir yerdan surat topgan, shuni aytganman, men o'qiman desa, mayli u Xudoga havola, u aytsa birov qora bo'lmaydi. Qiyomatda suratini ko'tarib boraveradi. Lekin mana u odam aytgani suratda ham yo'q, kitobda ham yo'q, ustozlarining tilida ham yo'q. Birorta ustozi birorta kitobida eslagan emas. Muhammad Sodiq o'zini hali asr xiyonatida ham kitobida keltirmagan, boshqalari ham keltirmagan buni, Haqiqiy ekan ham keltirmagan. Bu original o'sha Sodiq Samarqandiyga xos bo'lgan tuhmat. Ya'ni o'zi ichidan xolis o'ylab topgan tuhmatida. Bunga bilmadim, dunyoda agar buni bitirmasa, oxiratda sho'rini quritadigan, muflis qiladigan darajadagi og'ir tuhmat. Chunki bitta odamga emas, millionlagan odamlarga tuhmat qilyapti, yolg'ondan qasddan tuhmat qilyapti. Bitta odam shunaqa qilishi mumkinmi deb endi hozir shubhalanyapsiz, qanday o'z-o'zidan tuhmat qilmasa kerak. O'z-o'zidan qilmasa birov majburlab qildiradi. Ikki xil varianti bor-da. Endi yo'q, birov majburlamadi meni, majburlasa tuhmat qilmayman desa, unda o'z-o'zidan tuhmat qildi. Nafrat ham odamni birarda tuhmat qildiradi. Birovni yomon ko'rsa, tuhmat qiladi. Lekin insofli odam tuhmat qilgandan keyin dunyoda kechirim so'raydi. Chunki qachon o'lishini bilmaydi-da. Ramazonda mana u Allohning mag'firat kunlari mana. Mag'firat oyi. Shu tuhmatlarda chiqib turib, ey birodarlar, men tuhmat qilibman. Ya'ni buni ochiq aytish kerak lekin. Biz tavba qilyapmiz, biz boshqa qilyapmiz desa bu o'tmaydi. Men ey birodarlar, sizlarga qasddan tuhmat qilibman, chunki kitobinglardagi gapni teskarisini aytibman. Men tuhmatchini Alloh uchun kechiringlar. Keyin bundan keyin ey musulmon ummat deb turib ummatga aytish kerak. Men banda ekanman, ba'zida bandaligimga borib tuhmat ham qilaman ekan. Men shunaqa tuhmat qilganda meni gapimga ergashib, harom ishni davom etkazmanglar. Ey birodar, Allohdan qo'rqin, tuhmat qilmagin deb meni qaytaringlar deyish kerak edi. Bu bilasizmi, hozir qancha musulmonlar shu 4 yil bo'lgan bo'lsa, qancha musulmonlarni shu gapidan kelib chiqib turib aybladi, haqoratladi. Senlar kerak bo'lsa xotiningni qo'yib berasan. Sodiq Samarqandiy aytdi dedi. Mana shu gaplar ertaga Sodiqdan qiyomatda so'ralmaydi deysizlarmi? So'raladi. Bu odam qanday qo'rqmaydi bilmayman. Bu gaplarni ummatga aytish kerak. Ummatda ilojisi bitta-bitta aytish kerak. Ey, shunaqa deyotganlar, Allohdan qo'rqinglar. Men shu gapimdan qaytdim, men tuhmat qilgan ekanman. Sizlar ham qaytib tavba qilib qo'yinglar. O'sha kimgadir shunaqa deb qalbini qirgan bo'lsanglar, ularni haqqiga kirgan bo'lsanglar, dunyoda halollashib olinglar. Mana shu ishinglar bilan o'lib ketsanglar, oxiratinglarni kuydirib borasizlar. Shuncha qilgan amalinglarni ertaga borib birovga berishga to'g'ri keladi. Haqqini talab qilsa, men bo'ynimdan soqit qildim, men aytib qo'ydim sizlarga deb turib, hammaga aytib qo'yish kerak. Buni yuzlagan, hatto minglagan odam ko'tarib yuribdi bugun shu tuhmatini. Endi bu tuhmatligiga gap yo'q, 100% tuhmat. Qayga borsa ham tuhmat, uni oqlana olmaydi. Faqat bitta yo'li bor, shu tuhmatimni Alloh uchun kechiringlar. Men bandalik qilib, shu nafsimga berilib, sizlarga bo'lgan nafratimdan tuhmat qilibman deb aytish kerak. Shuni ham kechirgan kechiradi, oxiratga qoldiradigan oxiratga qoldiradi, odamlarning haqqi. Lekin yengillaydigan ishi insofdan kelib chiqib bitta musulmon birodarim ekan deb kechirishi mumkin odamlar bor-da. Ikkinchisi, atrofida
Nima desa haybar ekanlar deb qarshi cholayotganlar avval qilib qolsa, chunki qancha bir mo'min birodarlarni shunaqa deb haqoratladi, yolg'on gap bilan tuhmat qilib. Nimaga suyandi desa, shu ustozning gapiga suyanib shu gapni aytib endi bular oxiratga shu ishimdan borsa nima bo'ladi desa, bular bu ishiga javob beradi albatta, chunki mukallaf bo'lgan katta aql esli odam gapirdi buni, yosh bola emas, jinn emas, mukallaf odam albatta javob beradi. Lekin ular qiyomat kuni mana bizga guvohlik berganini biz buni rostgo'y deb o'ylaganmiz. Bu tuhmatchi ekan, Parvardigoro, oyog'imizni tagiga olib ezaylik, shuni bizga ruxsat ber deb so'raydi qiyomatda. Chunki qiyomat xabarini Alloh taolo avvaldan aytgan, shunaqa tuhmatchilarni ergashganlar qiyomat kunida da'vo qiladi. Shu da'voni qilganda narigilarda aybi yengillab qolmaydi, lekin haligi tuhmatni boshlab bergan kattasiniki ahvoli rasvo bo'ladi. Chunki narigilar ham haqqini oladi bundan. Mayda tuhmatchilar ham. Hatto bor musulmonlar ham oladi. Xudo biladi bundan nima qoladi. Yetmay qolsa gunohlarini beradi. Shu holatda jahannamga irg'itadi soqoldan so'dirib borib. Mana shu narsadan qo'rqmayapti. Men hayron qolyapman. Mo'min odam qo'rqish ham kerak-da. Shunaqa narsa ko'zini oldida tursa, hech bo'lmaganda qo'rqish kerak-da. Qo'rqmasang, qanaqa musulmonsan, deyman, qanaqa odamlar da'vat qilyapsan? Qo'rqmasang. Shuncha tuhmat qilib, yana haligi tuhmatingga kechirim. Mayli qolgan tuhmatlar o'lib ketsa, ustozlaring aytgan ekan, ustozingga yuklab qo'ysan mayli qiyomat kunida. Seni bo'yningdan soqitilmaydi, lekin ustozingdan haqqingni olgani bitta yo'l, mayli. Lekin o'zing yangi o'ylab topgan tuhmatni nima deb oqlaysan? Uni ustozimni eshitding desang, ustozlaringga yuz o'giradi, bekor aytibsan, tuhmatchi bizga tuhmat qilma deydi qiyomat kunida. Biz u gapni aytmaganmiz deyapti. Fathiy akam ham aytmagan, Muhammad Sodiq ham aytmagan, undan avvalgilar ham bu gapni aytmagan. Hech kim aytmagan. Yangi original gap. Sodiqcha tuhmat bu haligi. Shuning uchun bu tuhmatdan ariling. Sizga xolos mana shuni uyga kirib yetkazib qo'yinglar. Xudo uchun shu odamni yaxshi ko'radiganlar. Uyga kirib mana shu gapi sizni ochiq tuhmat qilganligingizni shunday isbotlab qo'ydi. O'rga hassa qilib isbotlab qo'ydi. Bu original ekan, bu boshqadan eshitgan, ustozingizdan eshitgan gapingiz emas ekan, bu sizni tuhmatingiz ekan, aynan xos ekan, Sodiqqa xos tuhmat ekan. Unga chiqib kechirim so'rang, oxiratingizda bir yukingiz yengil bo'lsin deylar. Birodar bo'lsanglar shuna deylar ustozinglarga, ustozinglar bilan naryoqda birga ko'taramiz desanglar haqqinglar. Sizlardan avvalgilar ham bir tuhmat qilib baraka topganlar, siz ham topa olmaysiz-ku, haqqingiz. Tavba qilmayman desangiz, sizni hech kim majburlamaydi. Ishingiz Allohga havola. Qiyomatda sizdan haqqini talab qiladiganlar to'la talab qilishga Alloh haq beradi. Shu haq talab qiluvchilardan bittasi menman. Chunki meni haqqimga tuhmat qilsa, tuhmatiga tavba qilmasa, odamlar yonida ham, meni yonimda ham, boshqa musulmonlar yonida ham men bunga rozi emasman. Mana shu yerda qancha odam guvoh bo'layotgan bo'lsa, aytib qo'yay, eslatadiganlar eslatinglar, bu yaxshi narsa emas. Agar meni shaxsiy haqqim bo'lsa, ko'ylagimni kiyib o'g'irlab ketgan bo'lganda rozi bo'lardim. Men olaver ko'ylagingni topatgandirsan deb. Musulmonlarning haqqiga kirib bo'lib ham dini uchun g'am chekayotgan, Robbisi uchun molini ham, jonini ham tikib qo'yib, 20 yil bitta harom ishni qilmasdan, unga sabr qilib, ya'ni g'oyam oqlaydi ekan, qilib qo'yaray demasdan, qilmasdan o'tirgan odamga tuhmat qilyapti. G'oya vositani oqlaydi, g'oyasiga yetish uchun harom ish qilaradi deyapti. Nima shu 20 yilga odamlar g'oyasiga yetish uchun vositani qilmadi? Sal tuhmat qilayotganingizni ham hali old-orqangizni qarangda, ertaga Xudoning huzuriga ochiq oydin ko'tarib boradigan. Keraksa bugun odamlar da'vo qiladi. Atrofingizda birortani erkak qolgan bo'lsa, haqiqatdan bunday jins emas o'zi. Alloh Qur'onda aytgan rijol degan bitta erkak qolgan bo'lsa yoningizda, sizga mana shu gaplarni kirib eslatadi. Qolgan bo'lsa kerak bir ikkita, yaxshi gumonim bor. Lekin juda ko'pchiligi shu o'zingizdan battar o'zi-yu, eslatmaydi sizga. Shu jahannamga sizga shu odam jahannamga ketsa birga kiraman deb turadigan eshaklar o'zi atrofingizda juda ko'pchiligi. Lekin bir ikkita rijollar ham bor orasida. O'sha odamlardan umid qilaman. Shu odamlar eslatsa kerak vallohu alam deb. Kimlar haqida gapirayotganimni o'zingiz yaxshi bilasiz. Mana shu rijollar ham agar eslatmasa, o'sha rijollarga ham aytaman, sizlar ham o'shanaqa bo'lib qolibsizlar unda. Bechora bo'lib, Alloh xor qilsa hammanglarni qo'shib. Sizlar ummat koriga yaramaydigan, juda ham o'shanaqa pastkash odamsizlar deyman. O'shuning uchun Allohdan qo'rqinglar. Qilgan tuhmatinglarni bugun Ramazonning kunida, Tavba oyida, mag'firat oyida eplab shundan qutulib olishga harakat. Ahvol og'ir bo'ladi agar shu narsalardan qutula olmasdan o'tib ketsanglar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tez chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing.
albatta ular shu ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.